Mana yaqinda Buxoro davlat universiteti huzurida O'zbekistonda birinchi bo'lgan innovatsion bolalar bog'chasini ochdik. Bu g'oya tasodifan kelmagan. Biza 2019-yildan beri mana shu Buxoroda birinchi bo'lib robototexnika markazini ochgan edik universitet huzurida va shu 6 yil davomida biza 2000 dan ortiq o'quvchilarni robototexnika va zamonaviy bilimlarni o'rgatib keldik. Natijada 3 yoshli bolalarni qiziqishi, qobiliyatini ko'rib, shu narsani anglab yetdikki, agar yosh bolalarga yoshligidan to'g'ri metodika bilan bilim berilsa, natija bir necha barobar kuchli bo'ladi. Shu asosda biz oldin kichkina daholar degan kurs ochdik va bu bizga katta samara berdi va shunga asoslanib biza robototexnika asoslangan bolalar bog'chasini ochishni maqsad qilib qo'ygan edik. Natija juda ham quvonarli. Hozir bog'chamizdagi bolalar o'z yoshiga nisbatan ancha rivojlangan, ilmga bo'lgan ishtiyoqi, ilmga bo'lgan mehri juda ham ortib bormoqda. Albatta bunday innovatsion loyihalar davlatimiz e'tiboridan chetda qolmayapti. Davlatimiz tomonidan bizga shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bu esa loyihamizni yanada rivojlantirishga, yanada kengaytirishga yordam beryapti. Robotsen Kids bolalar bog'chamizda bolalar 3 yoshdan boshlab qabul qilinadi va bizni bog'chamizni innovatsion tomoni shundaki, bizni bog'chamizda 11 ta fandan bolalarga dars o'tiladi. Albatta ta'lim jarayoni bolalarning yoshiga mos, bosqichma-bosqich va psixologik jihatdan bolalarga to'g'ri keladigan metodika bilan tashkil qilingan. Bizni bog'chani bitirgan bolalar yozish, chizish, o'qish ko'nikmalarining boshlang'ich bilimlariga ega bo'lishadi. Keyin robototexnika va texnologiyaga bo'lgan qiziqishlari, bilim ko'nikmalari ruhan sog'lom, arxitektura, dizayn, mantiqiy fikrlash, jamoada ishlash, o'z fikrini bemalol ayta olish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalari rivojlanadi. Bizning asosiy natijamiz maktabga tayyor, fikrlay oladigan, texnologiyadan qo'rqmaydigan, balkim ularni yarata oladigan yoki yaratishga qiziqadigan bolalarni tarbiyalashdir. Ishonamizki, Robotsen Kids bolalar bog'chamizni bitirgan bolalar kelajakda yurtimizni muhandislari, ixtirochilari, olimlari va albatta yetakchi mutaxassislari bo'lib yetishadi.